Bizni qarzimiz juda ko'p va uyimiz yo'q. Shunga duo ayting. Alloh rozi bo'lsin. Voqea surasini odat qilishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, kim Voqea surasini qiroat qilishlikni odat qilsa, rizqida kenglik bo'ladi. Hargiz faqirlik ko'rmaydi degan ekanlar. Buni tartibi qanday bo'ladi? Har shom namozidan keyin Voqea surasini boshidan oxiriga davr o'qib, duo qilsa, albatta uy ham bo'ladi, rizqida ham baraka bo'ladi. Va yana qo'shimcha Alloh taolaning Ar-Razzoq ismi bor. Shu Ar-Razzoq ismini 339 marotaba aytib duo qilinsa, rizqida kenglik bo'ladi deyilgan ekan kitoblarda. Tartibi qanday? Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illalloh huvar-Razzaq. Ya Razzaq, ya Razzaq. 339 marotaba o'qib, Voqea surasidan keyin duo qilinsa, albatta uy ham bo'ladi, moli dunyosida baraka ham bo'ladi. Agar endi buni bilmasachi, bilishga harakat qilishlik kerak. Bo'lmasa biror bir yaxshi bir puxta o'qiydigan bir qorini topib, qiroatini eshitib, tugagandan keyin qiroati, ya'ni Voqea surasi tugagandan keyin Ar-Razzoqni 339 marotaba o'qib duo qilinsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi.